Ana! Ana! Ana hoş geldin. Cinim ana hoş geldin. Ana! He bana? Ana! Ne bu hoş geldin? Ne Ali mektep imtihanın 618 numara yaptı ben cinim ana. 618. He. Vay mübarek olsun canım bana. Mübarek olsun. Ana bu numara attı. İşte damla Ali mektepteki ülkenin şimdi gep yok cinim ana. Ecep hoş kılvettin bana. Ana. Meni oğlumda bunun çapalarını çekti. Sen de bir anamın boğalı kadar narasılı bir kahramanı mecelim ana. Canım. Ne hoş kılvettin. Vay vay. Vay ben hoşlandım mısın ya? Ecep gel. Gel sen. Gel. Ya hoşlandım sen bir hoş geldin bağışmam da. Daha karşıdan olsun. Furkan iyi yaptı ya. Evet hoş geldin bana sadıkta da. Burası mı? Lekin bu hoş geldin sen beni çok mukabbatlamsam olmaydı. Şunlar. Ne çatak yok? Ems geliştik ha? Bulduğunuz çatak yok. Ben böyle o Ali mektep imtihandan 618 numara attı ben sadıkta da. 618. Şimdi ne yapsın? Mektepçine. Otur. Mektep bağırdım, geldim de anamın yüce ne niyet. Ben sana bir teklif bağlam şöyle verdim ben. Sen mi boş gelmezsin? Yaraysan. Oğlum, sen bu işi dolap kaldın. Ben sana bir tane Kaşgar'a alıp versem, çelişini binersen mi? Elbette bir günüm ha? Nasıl? Elbette bir günüm ben de. Burası bir günüm ha? Bolde. Qanday kulib qavishni? Bek chiroyli ha? Yana ovozi shunda bek sof. Aras. Oy. Bu nima pul? Ola. O'tgan sen menga iliq to'rda keltirib materialdan qil. Bu materialdan bek yaxshi foydalandim, rahmat sana. Voy Baxtiyor qiziq ekansan ku sen. Bu ikkimizning orasida işte tuzut qilish ketamda. Ola. Ben qiz bolaning bir mo'cham pulini xajlamayman. Bu mening prinsipim. Prinsipim? Hı? Kim chiqargan prinsipim? Dadam chiqargan. Bo'pti, asam olay. Bilsang ku, men azaldan sening gapingni olayman. Rayhan. İkimiz bir sınıfta, bir partada 3 yıl birga o'qidik. O'qishimiz bitdi. Men orzuyim bo'yicha Beijing universiteti qabul qilinishim mumkin. Men ichkirda, sen Urumchida, balkim bu qitimda ayrilishimiz uzun so'zilishi mumkin. Biz o'qish bitirib kelgandan keyin butun kuchimiz bilan o'zimizni ma'rifga bag'ishlaylik. Albatta. Ashta bo'lganda biz cho'qim menga ayrilmaymiz. O şu. Lekin aralığımız pek şirak. Sen beni unutup kalasan mı Baxtiyor? Orliqimiz yiroq. Ikkimizning qalbimizning bir tutash ekanligini esingdan chiqarib qo'yibsanmi? Esingda bo'lsin. Jinim tenimli bo'lgan seni hargiz unutib ketmayman. Ana, ben geldim. Geldin bana. He. Çay içkeç durayım. Tamam hazırlam da yavruda. Makbul.
Ana! He bala? Telefonum nerede? Ha çapılınma yan çukura. Ne? Mahbalım. Üzen elip işlesen bulmanda. Ana, sen bana degan nasihatlarim hiç esimde var benim. Hep Tutaymadım. Vay. Ha, nima ish qilyapsan? Uyga berib qo'ydingmi? Ha, kep oldum. Bilsang-ku, men uyga asaldan soat 6dan keyin qolmayman. Ha, bo'ladi. Ha, rost. Sana deydigan bir gap bor-di. Degina nima gap? Ha, senza boyamni oyog'ingizni hechchilikda deyamay shu telefondan beryapsan-da, ha? Yo'q, unda emas. Dadamning xizmatini Urumchiga yo'tkapti. Biz pat yaqinda hammamiz Urumchiga ketadigan o'xshaymiz. Urumchiga dedingmi? Lekin mening sendan va bu yurtdan faqat ayrılg'im yo'q. Bizning va'damiz esoldan chiqib qopti, ha? Biz mayli qanchalik yiroqlikda bo'laylik, menga qalbimiz bir tutash. Esingda shu tursin. Ma'qul. Bo'pti, ishingni qilavergin hamsa. Hadi ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh. Shuna qilib, ayatim olgan bo'ldingmi? Aras Rayhan. Sen Urumchiga borgandan keyin cho'qim kasbing yaxshi o'rgan. Men bu Beijing universitetiga borgandan keyin tirishib o'rganib, keyin o'qish bitirgandan keyin kelib, o'sha maktabda birga ishlayman. Ma'qul. Men musiqa o'qituvchisi bo'lsam, sen matematika o'qituvchisi bo'lsang-a? Kun ishga ishqa birga berib, birga qaytib kelsak deyman. Meni romantik. Aslan. Aras. Ko'zing shuna? Ko'zing shuna? Men osh demakchi ochmoqchiman ko'zimni. Bir, ikki, uch, acha. Vah. Endi chiroyli. Kichik ochqul bilan da buni. Ochqul bo'ladi. Bir jip ikkimizdan. Qay? Ko'rdingmi? Ko'rdingmi? Ilk o'tgan chegarasimiz. Respekt chiroyli bo'pti. Seni meni unutib qolmasin deb shu buni bir jip qilib, birini sana, birini o'zimga son qildim. Aras. Sen bu o'zing unutib qolma. Men ashunda qilamanmi? Ikkimizning muhabbati degandan mangulik. Meni o'ylagan vaqtimda cho'qim mushdan qara. Rayhan. Ha, atrofdan cheklab kelamiz. Ma'qul. Ana maktabda. Oy, Bala. Bala. nima bu mijozim yo'qmi? Yo'q bala. Tamkını tayyor qo'ydim bala. Tamkını yetsem o'tirib bormadim. Sen erib qopdimi? Men bichirib boramanay bala. Ma'qul. Bir ish bo'lsa, men to'lashman ana.
işleyen yerdi